kelgandagi ko'radi holatlar islom dinini Alloh hammasini Azizlar, muftiy hazratlari shariat bo'yicha Qur'onda oqlarni bezovta qilish musulmonlarni mumkin emas, rasku deganlarida o'sha achinganligidan yig'lab qaytganligidan tan oldilar. Mana 21-asr kelib, mana shunday bo'lar ekan, ajoyib İmom Buxoriyni maskani yanada qaytadan qurildi. 6 yilda bundanlikdan to'g'ri hammasi Imom Buxoriyning asari uchun. Bitta mo'minning boshqa bir mo'minga qilgan duosi mustajabdir. Onalarning duolari mustajabdir. Ko'pchilik bilan qilingan duolar ham mustajabdir. Kelingizlar, Imom Buxoriy bobomizning haqlariga va sizlardan ham o'tganlar bor, ularning haqlariga bitta duo qilib qo'ysakda, keyin pastga Imom Buxoriyni haqiqiy asl qabrlarini borib ziyorat qilsak, telefonlarga tushib qo'yamiz. Qalbdan qilingan duoni Alloh ijobat qiladi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın İmam Buxoriy bobomizni Alloh rahmat qilsin. Sizlardan o'tgan ota-ona hazratlari bor. Jamiki o'tgan 73 ajdodlarni ham Alloh rahmat qilib, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bilan jannatda birga bo'lishni Alloh nasib etsin. Har kunlaringizni bosib kelgan qadamlaringizga ajr, savoblarni yozib, farzandlar, o'g'illar, qizlarni ham kasb-korlari, ishlari, sog'ligi, umrida Alloh barakot bersin. Farzand talablarimiz bor ekan, Allohning farzand talablarimizga solih va solih farzandlarni ato qilib, dardmanlarimizni dardlariga shifo bersin. Makka, Madinaga borishlikni ham hammamizga Alloh nasib aylasin. Yo Parvardigoro, ko'tarilgan qo'llarni o'zing qurib qo'ymagin. Alloh jalla jalala. Bismillahirrohmanirrohim. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana. Allohu akbar. Rahmat. Qabul bo'lsin.